Xudo xohlasa Demonovoy masjidimiz ekan. Mana u to'g'risi, yonboshlari mana ko'rib turibsizlar. Qator mashinalar ham turibdi mana. Zapis qilish kerak yo'q. Hamma keslar ham mana. U sonzaxona. Tandirni ochamiz. Xudo xohlasa. Voy. Xudo xohlasa ko'zalar ham bor. Ko'za ham qo'yib qo'yganmiz. Hamma somsalarimiz mavjud. Keladi. Mana shu tatani. Naryoqda ko'rib turibsizlar. Domlar tushgan. Ostanovkalar, katta ko'chalar. Mana shu yerda shunaqa qilib somsos tirikchilik qilinadi aka. Xudo xohlasa kuniga 3 tandir ketadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Videolarimiz yoqqan bo'lsa, sekingina jo'natib qo'yasizlar.